Navoiydagi koloniyada jazo muddatini o'tayotgan diniy ulamo Mubashshir Ahmadning oyoqlari shishib, oyog'idagi yaralar qorayib ketgan va gangrena kasalligiga qarab ketyapti. Unga qandli diabetning 2-tipi tashxisi qo'yilgan bo'lsa-da, davolanishga ruxsat berilmagani aytilmoqda. Mubashshir Ahmad taxallusi bilan tanilgan diniy ulamo Alisher Tursunov 2025-yil 8-oktyabr kuni 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. U ayni vaqtda Qiziltepa tumanida joylashgan 5-sonli jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayapti. Ulamoning advokati Abdulloh Sodiqning Kun.uzga ma'lum qilishicha, oldindan kasal bo'lgan Alisher Tursunovning salomatlik bilan bog'liq muammolari turmada ham davom etyapti. Xususan 2025-yil 26-noyabr kuni Alisher Tursunov o'zi bilan ko'rishgan advokatlarga qon bosimi bir necha marotaba 180 mm dan oshgani, qandli diabet natijasida buyraklari yaxshi ishlamayotganini ma'lum qilgan. Kasallik fakti advokatlik so'roviga javoban jazoni ijro etish departamenti tomonidan taqdim etilgan xatda ham o'z tasdig'ini topgan. Xususan rasmiy xatda Alisher Tursunov noyabr oyining o'zida 3 marotaba ambulator tartibda davo muolajalarini olgani yozilgan. Ammo 26-dekabr kuni advokat Abdulloh Sodiq Alisher Tursunov bilan qayta ko'rishganida bu ma'lumot yolg'on ekani ma'lum bo'lgan. Ulamo xatda ko'rsatilgan muolajalarning birortasini olmagani, uni faqat tibbiy ko'rikdan o'tkazishgani, lekin yotib davolanmagani, dori vositalari bilan ta'minlanmagani, oddiy dam olishga ham ruxsat yo'qligini aytgan. Uning ahvoli kritik darajada bo'lsa-da, davolanishga ruxsat yo'q, faqat g'isht zavodiga ishga chiq deb majburlashadi, deydi uning himoyachisi. Bundan tashqari ulamo advokatlari bilan kamroq uchrashish uchun bosimlar bo'layotganini aytgan. Advokatning ma'lum qilishicha, shaxsning shu va shu kabi hamroh kasalliklar bilan og'rishi uni ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoni o'tay olmasligini anglatadi. Xususan Jinoyat kodeksining 75-moddasiga ko'ra, hukm chiqarilganidan keyin jazoni o'tashga to'sqinlik qiladigan boshqa og'ir kasallikka chalingan shaxs jazoni o'tashdan ozod qilinishi lozim.